so'zlari bilan davrani ochib bersa, keyin biz san'atkor guruh bilan to'y boshlashni niyat qildik. Marhamat. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun akam bilan Qur'on opamlarning xonadonida mana qo'shaloq kelin tushgan ekan. Avvalo shu yoshlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Akam va Qur'on opamlardan shu kelinlar xizmati buyursin. Mana shu yaratimizdan hamma kishilar shunday qo'shaloq to'ylari bo'lavergan. Shu davramizni yaxshi tartibga olib borish uchun o'zimga katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. 4 ta quda to'y boshlabdi. To'ylaringiz muborak. Yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylaringiz muborak. Galinbika, Gevtura, bo'ylaringiz muborak. Qo'sha qushtin durushingiz, bo'ylaringiz muborak deya aziz do'stlar, Ikromboyni, Gulnoraxonni, Ilhomjon hamda Zuhraxonlarni bugungi nikoh to'ylari bilan yana bir bora yaxshi niyatlar bilan muborakbod qilgan holda endi bemalol to'y davrasini boshlasak bo'ladi. Ikromboy, Gulnoraxon, Ilhomboy, Zuhraxon, marhamat joylaringizga o'tirib olinglar. Endi mana san'atkor guruh ijrosida kuylanadigan qo'shiqlar, raqqosa ijrosidagi raqslar, mana yigitlarning, qizlarning sho'x xandon kulgulari, o'yinlari bugun sizlarga bag'ishlanadi. Shunday to'yda qo'shiq kuylay, tinglang bir nafas, qo'shiqlarim sizga do'stlar. Manzur bo'lsa bas sizlarga yaxshi niyatlar bilan bizning tumanimizda eng odiqqan ajoyib ustoz san'atkorlardan biri Ozodboy og'amiz boshchiligidagi guruh bugun sizning xizmatingizda. Bu guruhga birlashgan o'zingizning elatingizdan chiqqan xush ovoz yigitimiz, ajoyib ukamiz Melvoy ham o'zining yaxshi qo'shiqlarini sizlarga baxshida etadilar. Marhamat Ozodboy.
Cömertler ötenler namı bilen hey Ali Hatem açar cennet eşiği Cömertler ötenler namı bilen hey Kiryen attırar Kızıldan bindiler sine bilen hey Mahşer günü minip kiryen attırar Kızıldan bindiler sine bilen hey Kızıldan bindiler sine bilen hey Kızıldan bindiler sine bilen hey Ömür takdir ezelden hemen Peşanlara yazdı ezel Dek gelmese başa ecel Baş yarganın peydelası yok Dar korganın peydelası yok Dek gelmese başa ecel Baş yarganın peydelası yok Peydelası yok Bitmezse yazık kışın Köpeğedir hasta şişin Yalvarganın peydelası yok Sarayganın peydelası yok Köpeğedir hasta şişin Yalvarganın peydelası yok Sarayganın peydelası yok Musafirsan özge ilde Yol kemerinde bizde Kabran kalsa özge ilde Yurt alganın peydelası yok Kan bulganın peydelası yok Kabran kalsa özge ilde Yurt alganın peydelası yok Üzülüyorsun bu iki can Yıkılıyorsun bu iki can Yığlaganın faydası yok Dastanganın faydası yok Üzülüyorsun bu iki can Yıkılıyorsun faydası yok Dastanganın faydası yok
Yağmur konuna üstüne zer yaksa hem faydası yok. Nur yaksa hem faydası yok. Yağmur konuna üstüne zer yaksa hem faydası yok. Nur yaksa hem faydası yok. Desey hemci haklı yüze, coşkun yaşır yasa söze. Aslı özünde bulmasa, aslı özünde bulmasa, Minyatkanın faydası yok, yalvarmanın faydası yok. Aslı özünde bulmasa, Minyatkanın faydası yok. Yılmanın faydası yok. Ağzım harcalar, sende adırlar, adamlar güller saçıyor. Ağzım aylar maşallah, gözünden ürley, adamlar güller saçıyor. Samarkand'ın samirada düştü kıya özü kaçan gelen
Allah Ataqul bilan qo'yma Uçan başıyla atrafı bilan qo'yma Ey şiddetle canım yürek bağrım kolakan Kadamına güller saçıyorsun Ay gözüm her caydana küllüm Sende durur yine Kadamına güller saçıyorsun Sümbülaya, sümbülada Kur'an alay gül bilen Ben şiyanı sarılsam da Burç edecek kim bilen Adama güller saçıyorsun O adama güller saçıyorsun Bal içinde kenarına Gözleri duman aslanına Bal içinde kenarına Gözleri duman aslanına Sözü şıkır dağlara Karşısında parmağımın Sözü şıkır dağlara Şarkıda parmağımın Şarkıda Katta rahmat Azata, sağ olun, salamat qilinginiz. Shunday to'ylardan ko'p-ko'pini ko'raylik, Xudoyim. Allah yaxshi kunni bersa, shu kun shod bo'lmasmi ko'nglim, uyingizga kalam kirsa, shodlikdan bo'lmasmi ko'nglim. Jahonda farzand a'lodir, ato etguvchi Allohdir. Bolalik uy bozordir, shod bo'ling to'ylar muborak. Uyingizga kalam girsa, Hazrat Ali nazar salsa, Doshqinjon pirim doshtirsa, shodlikdan bo'lmasmi ko'nglim. İkki canı bo'ldi ulfat, shu joylara kelgay davlat, gelin alg'in gurgay rohat. Shod bo'ling to'ylar muborak deya, aziz do'stlar, bugungi to'yxona sohiblarini yana bir bora chin qalbimizdan muborakbod etgan holda endigi navbatni so'zlarga tilaklarga, istaklarga bermoqchimiz. Bu yerga yig'ilgan mana bugungi to'yxona sohibi Reyboy akamiz hamda xonadon bekasi
Qur'onbek opamizning uzoq yaqin qarindosh urug'lari, do'stlari bor, oshnalari bor. Shulardan mana shu ajoyib katta bir tumanimizda ko'zga ko'ringan, tumanimizning har bir sohasi, chorvachilik, dehqonchilik, paxtachilik sohalari bo'yicha tuman bo'yicha birinchi o'rinda borayotgan shunday bir ajoyib Xorazm jamoa xo'jaligi mana biz sizlar bilan bugun shu xo'jalikning ajoyib xonadonlaridan birida mehmonmiz. Qisqasi shu Xorazm jamoa xo'jaligining boshqaruv raisi Aminboy akamiz Jumaniyazov ham bugun davramiz to'rida aziz mehmon. Mana shu Aminboy akamizning dil so'zlari bilan bugungi to'y davrasini davom ettirsak deb yaxshi niyat bilan Aminboy akamizga so'z navbatini beramiz. Mulki borliq ichra bir jahon, ko'ksizgina olam yaralgan, bermoq uchun dunyoga saykal olam aro odam yaralgan deya Aminboy akamizga o'xshagan mehnatkash insonlarni shoirimiz o'zining she'riy satrlarida shunday bir ajoyib maqtovlar bilan maqtab qo'ygan. Marhamat Aminboy aka, so'z boshi sizga. Assalomu alaykum, hurmatli davradoshlar, hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana shu bugun qishlog'imizning eng bir mehnatkash, hunarmand, ishqilib ko'zimdan bilasizlar bir ajoyib farzandlar bilan tarbiyalash bilan birga kolxozimizda bir 40-50 gektarlik bir bog', mevali bog' nom yaratib bergan ajoyib mehnatkash dehqon insonlardan biri Ringdaymon oilasida bugun qo'shalaq bayram eng bir ko'ngli joyiga tushgan xursand bo'lgan kun. Ana shu bugungi qo'shalaq kelin bilan Ringdaymon Qur'onbek opamni farzandlarini, butun mana qarindosh urug'larni, el elatimizni muborakbod qilaman. Mana shu to'y o'ngina boshlagan bo'lsin, uzoqroq quvontirsin. Mana shu tashkil bo'layotgan oiladan shu xonadon sahiblarning neki arzu niyatlar bo'lsa Alloh taolaning o'zi ana shu murodiga yetkazsin. Kelasi yil shu kunlarda Ringdaymonni qo'shalaq ahlar bilan, nevaralar bilan tabriklab kelib o'tirish hammamizga nasib qilsin. Mana shu kechaning sababchilari Ikrombek, Ilhombeklar, Gulnora Zuhraxonlar va hamisha shungidek qo'shalaq baxt bo'lsin doim hayotlarida. Mana shu Ringdaymonga o'xshash bir hammani hurmatiga sazovor bo'ladigan bir yaxshi oila, ibratli oila qursinlar. O'zlaridan ko'paysinlar. Ularga baxt, saodat, uzoq umr, ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Mana shu yerda qatnashayotgan hammangizning uyida mana shunday qo'shalaq bayramlar bo'laversin. Katta rahmat Aminboy aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin deymiz. Jamoa xo'jaligingiz erishayotgan yutuqlarga ko'z tegmasin iloyim. Azizlar, endi Ikromboyning Gulnoraxonni, Ilhomjonni, Zuhraxonni do'stlari, dugonalariga ham so'z navbatini bersak-da, keyin san'atkor guruhning ajoyib qo'shiqlaridan, kuylardan, novalardan bahramand bo'lamiz. Muboraklar bo'lg'ay etgan to'yimiz, juftlikli ko'shki eymon joyimiz. Mudoma izzatda o'tgan umringiz, boshlagan to'yimiz muborak bo'lg'ay deya biz mana 4 talay yaxshining huzuriga otlanmoqdamiz. Senga baxtdan taxt tilarman, iqboldan boshingga toj, husn mulkingga omonlik, baxtu taxtingga rivoj deya yaxshi niyatlar bilan Ikromboyning do'sti Ilhomjon muborakbod etuvchi so'zlarini aytadi. Marhamat Ilhomjon. Ilhomjon. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Yana bugun biza sinfdoshimiz Ikrom, ham ukasi Ilhombek hamda shu umr yo'ldoshi bo'lmish Gulnoraxon Zuhralarning nikoh kechasiga yig'ilishgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib 4 tal yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Baxtli bo'lsinlar. Katta rahmat, sog' bo'ling. Gul bo'lsa har chamanda, basma gulyori bo'lsa, kuyov bilan kelinning azmo qaror bo'lsa de yaxshi niyatlar bilan mana Gulnoraxonni Manzuraxon dugonasi tabriklab qo'yadi. Marhamat Manzuraxon. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz dugonam Gulnora va uning umr yo'ldoshi bo'lmish
Ikrom beklarning nikoh va visol kechasiga yig'ilishgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga baxt saodat kelgusi ishlarda kattadan katta zafarlar tilaymiz. Kelinchak, hoy kelinchak, uygunmisiz ingalar, ertami kech belanchak olib kelsin yangalar. Rahmat, baxtli bo'lsin. Katta rahmat. Mana Gulnoraxonni dugonasi shunday bir yaxshi niyatlar bildirdi. Ilohim mana shu Manzuraxonning niyati hayotda ham yo'ldoshi bo'lsa, ertaga bir kun bir yerga galin bo'lib qolsin, shu yerda o'zidan ko'paysin deb yaxshi istaklar bildiramiz. Endi Ilhomjonning do'stlaridan Bahodir ukamizga so'z navbatini bermoqchimiz. Marhamat Bahodirjon, ne deysiz? Bir bo'yingizga sotib qo'ying. Assalomu alaykum arkadaşlar. Mevimiz Mümekam Kazanlar Uşak Söylediğimiz bu asarlar ikram edilmeleri sınıflar programımız kalma mekki buraya başlamış sıralarının sağlıklı içerisindeki şartlardan dolayı ulaşımı Mümekame tamam Uşak gelin hizmet ediyor. Katta rahmat sizga. Sevgi chamanida yuz ochibdi gul. Shu gulga bulbuldek intizor ko'ngil. Bugun yor vaslini etmish ixtiyor. Biz kelib shu guliga baxt etamiz izhor deya yaxshi niyatlar bilan Zuhraxonni tabriklamoqchi Shoiraxon dugonasi. Marhamat Shoiraxon. Rahmat. Do'stingning tilagi yagona bo'lur. Hayotda, ijodda bo'lgaysiz o'rnak. Sizga kulib boqsin baxtli zamona. To'yingiz muborak, umr muborak. Assalomu alaykum baxtli kechamizning qalbi daryo qatnashchilari. Mana bugun biz do'stimiz Zuhraxon va uning shu kundan e'tiboran umr yo'ldoshi Ilhomboy va Ikrom va Gulnoraxonlarning baxt va visol oqshomiga yig'ilishgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu to'rtala yoshga bulbul navosini, gullar anasini, tojlar taxtini yu inson baxtini tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Katta rahmat tilak istagingiz uchun. Siz ham baxtli bo'ling deymiz. O'zim bilib keldim to'y bo'ljakini, hamma xaloyiqning yig'iljakini, qarindoshlar xizmatdadir jakini. Boshlagan to'yingiz muborak bo'lg'ay. Bog' ichida qizil gullar qayrilg'ay. Ilohi dushmanning beli mayrilg'ay. Topganingiz mudan to'yab yurg'ay. Boshlagan to'yingiz muborak bo'lg'ay. Bog'ga girib qizil gullar tergaysiz. Gelin olib aqtib cho'g'liq ko'rgaysiz. Yaxshi turmush bilan davron sürgeysiz, başlagan to'yingiz muborak bo'lg'ay deya yaxshi niyatlar bilan san'atkor guruh yana sizlarning xizmatingizda. Hozir navbatni Maylivoyga beramiz. Barmoqlari teksa rubob toriga, shifo berar dilning dardu zoriga, sho'x-sho'x kuylar havolanib samoga, yor salomin intargo'yo yoriga.
verme